Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyelerimizi başlayımız. Liksiye de Sıdıkacı Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslak 2026 yılı 8. ayının 23. günü. Haftaki yakşembe vatandaşlar. Sizlerge eğitilgan huzurumuz, her yakşembe sözleyeceğin edebiyatımızı qoğdaylı ilgen mavzuda toxtab kaldık. Bunun sebebi, bu kitapның xeti intayin küçükken, küçük xet hazırki biz zaman yaşımızı közge tazı doğru kelmeye kaldı vatandaş. Lompa aynak bilen körümüzdüsünüz, onu 5-6 betini körüp çıkışken köz kodılıp, köz talı diken. Şuna toxtab kalğantım, kiler hepte Allah kalsa yakşembe günde bunu sınap bakamaz vatandaşım. Yani bugünkü vaziyetimiz doğrusu toxtalsak, vatandaş, hazır Şərqi Şimali Asiya. Mesela Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın muşu 200 aylarda, aldığımızda 200 aylarda Çavuşen'nin başlığı Kim Jong-un bilen görüşmekçi bolğanlığı ve 4-cü qitim görüşmekçi bolğanlığı doğrusu da haberlerinin tarqılışı. Ondan keyin ondan sizler tüz tupanlaydigan bir nokta ben ötkende Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Koriya bilen Amerika ötküzüdigan birleşme manverinin kölümünü qısqartış doğrusu da buyruq verdi, yol yürüq berdi. Bir vaqtda aytqan vaqtım 7-ci ayının 22-ci günü bolup qapdı. Keçiringlar. Bu əsi 8-ci ayının 2-ci gün deyiliş gerek. Bu ağzımızda uçuru doğru san tutsa aşına hata çıkarken teyvdeyim vatandaş keçirin. Şunu 8-ci ayının 22-ci günü dep düşünüşünüzü, şunda oxuşunuzu iltimas kılınan vatandaş. Endi şunda dep geldik mana hazır Prezident Donald Trump'ın muş 200 aylarda Çavuşen'nin rəhbəri Kim Jong-un bilen görüşmekçi bolğanlığı ve şundaq o manverinin vaxtını qısqartqanlığı bir hepte burun qısqartqanlığı, bir heptelik burun vaxtını qısqartqanlığı hazır təhlilçiler de berilgendi bu xəbərdi, lekin əməliyyatda şu muxbirlarının üzünün göz qarışıdan qaraganda bu noktada Prezident Donald Trump'ın Çavuşen'nin rəhbəri Kim Jong-un bilen görüşü, yaka 4-cü qitim görüşmekçi bolğanlığı, endi bu Şərqi Şimali Asiyaga yetip kelevatqan bir özgürlük dep qarzıya bila vatandaş. Aş muxbirlar yaka təhlilçiler degen isimda təhlil qılıvatqanlar. Yani şunun münasibeti keldi bugün, yana başka haberlerini devir kılgan halda vatandaşlar liksiye sözleyimiz. Avval kısa haberlerini anlanlar vatandaş. Ekranda Cumhur Koriya 4 saat məxfi söhbətləşdi. Koriya təşəbbüskarlıq olan ifadə bildirib bir Cumhur prinsipini çöntürümüz dedi. Yaponiya bir aram buluşqa başladı 2 saat ilgili. 8-ci ayının 23-cü gün yutu. Yani bir haber. Merkezi İntizam Tekşürüş Komitesi'nin 13 nəfər kişi tuyuqsuz gayip olup gitti. Hazır Cumhur Kompartiyası, John Enxey'nin işği Merkezi İntizam Tekşürüş Komitesi elbette bu. Hiyanetçilik, paraxorluq, şirikleşiş, partiyanın intizamı, her birinin ayrımı, her bir komitesinin ayrımı, hem de bu Memuriye Partiya Komitesi'nin intizamı. Tuyuqsuz tekşürüş etmişinde 13 nəfər kişi tuyuqsuz gayip oldu. Buna qayıtqanda İntizam Tekşürüş Komitesi'de 13 nəfər rəhbər tuyuqsuz gayip oldu. Bu Xuyen'nin nəzəri torbiti 8-ci ayının 23-cü gün yutu. Ekranda. Bir devlet işğal tüzüm siyaset ilan kılındı. Çünkü Kompartiyasının siyaseti bilirse, aynı çağda Şangan, Hong Kong'u şundak siyaset ilan kılgan idi. Ahire şu siyaseti ilan kılgan Cumhur Kompartiyası yenivaldı, tenevaldı, koş Kong'u olduruvaldı vatandaş. Hong Kong'un bugünkü takdiri ahire leylep çıktı.
Endi bugün hazır Tayvan'a qaratıp bir devletli işki xil tüzüm degan siyosatni yana ko'tarib chiqdi. Tayvan meselesi ahirde hal qilinishi kerak dedi bugungi buyruq shakillik jumla Jungo Kompartiyasining Prezident Donald Trump hazır mening Tayvan meselesiga ko'ngil bo'ladigan vaqtim yo'q. Bu ekranda chiqayotgan gapmi ama hozir arlatib meni tahlilimmi bor bunun içinde. Asli mavzu o'qib o'tay, bal asli mavzu. Jungo bir davlatni ikki xil tuzumni oshkorladi. Tayvanni birlikka keltirish rasmiy tartibga elindi. Tayvanning ichki qismidagi kishilar alohzada bo'lishga boshladi. Prezident Donald Trump tezda oydinlashtirib, mening hozir Tayvanga ko'ngil bo'ladigan bo'sh vaqtim yo'q dedi. Sizlar o'zinglar bir taraf qilinglar dedi. Şavçıyo söhbətləri torbitdi 8-ci ayının 23-cü gün 1 saat ilgili. Biz muşu abzası qısqa xəbəri qaraylı, məzmuna qaraylı. Bu rasmı, yalğanmı əmdi bu torbətçilərinin işi kilovatqan xəbər. Bu ikinci bir torbətdə bundaq əhvalda bir məzmun, bir qısqa xəbər kemmidi. Bunun qaraylı Prezident Donald Trump Tayvanның işini özünglar bir taraf qılыңlar. Mening Tayvanga ko'ngil bildigan vaqtim yo'q, bo'sh vaqtim yo'q dedi degan gapni. Endi buni tahlil qilsak, to'g'ri deb ko'rinadi emas, amaliyotda to'g'ri. Nemişqa desiniz, biz sizga davomli so'zlab keldik. 4-ci ayının 10-cu, 11-ci günü muşu yıl, 2026 yıl Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasi Tayvan Jungo meselesi diyalog, söhbət, partiyalar o'zaro bordi keldi qilish, tushunish hosil qilish va oxirida Tayvan bilan Jungoning taqdiri to'g'risida qanday qaror chiqarsa bu Jungoning o'zining ishi, Tayvanning o'zining ishi. Şuna deydi o vatandaş. Bayanat şekillik siyaset. Şuna deydi o. Şuna ilan kıldık o 4-ci ayının 14-cü gün. Enmeye kelgende eğer Prezident Donald Trump mena Tayvan işine boş vaktim yok. Özünler bir taraf kılınlar dedi dese bu yok arka pakitka asas. Yani uygun bulunduğun asas bulunduğu bu doğru fikir kıkan bulunduğu vatandaş. Endi ikki xil tuzum. Bir davlatda ikki xil tuzum. Hong Kong shundoq degan edi. Hong Kongning taqdirini ko'rdinglar. Sen bir davlatda ikki xil tuzum desang, bugun Tayvanliklar uning ishinamdi. Hong Kong shundoq dedim. Hong Konglik deb bo'lib buni yenib oldi. Lekin bugungi Tayvan o tuningi Hong Kong emas. Bugungi Tayvan o 800 ming kishilik askari qo'shini bor Tayvan tursa bor. Kanunu tutsa, devlet maşinesi, devlet aparatı tutsa, onun asası kanunu tutsa, onun saylam tertibi tutsa, devlet prezidenti tutsa, bu qandaqsıga Şanganga tatbiq qilgan bu bir devlet tuzumni kelib, Tayvanga tatbiq qilg'ili bo'lamdi ya Jungo Kompartiyasi. Bosh qilgan gapinglar yo'q-da, bosh qilgan gap bo'lmaganligi shundaq deyilgan gapda. Bir devlet ishki qildi. Yani bir haber, ciddi haber. Jiang Zemin g'oyib bo'lib ketdi. Bu Jiang Zemin kim edi? Jungo Kompartiyasi armiyasining generallarining birisi edi vatandaş. Bu o'tgan yili 10-ci ayının 20-ci günü 4-cü umumiy yig'in ochilganda boshqa generallar va ofitserlarni bir taraf qilib bo'lib Xi Jinping o'zi tanlab, o'zi ko'tarib chiqib, Harbiy ishlar komitetining muavin raisiga saylagan Jiang Zemin edi. Tunigun kuchi bor edi. Mana bugun bir kechada g'oyib bo'ldi deydilar. Kim tarafdan? Mesela Xi Jinping g'oyib qilib o'tdimi? Voy yoki bu Jiang Zemin, general Jiang Zemin Harbiy ishlar komitetining muavin raisi o'zini dalda qoldimi? Buni bir nima demak qiyin vatandosh. Buni bir nima demak qiyin. O Türkiye Harbiy ishlar komitetini yo'qotmoqchi dedi deydi. Bunu kim debdi? Harbiy ishlar komitetiga tava bo'lgan Harbiy ishlarning intizom tekshirish komiteti shunday debdi. O bütün
Harbiy ishlar komitetini yo'qotmoqchi kim? Bu yerda Jiang Zemin generalmi bu yoki boshqa kim? Bu endi emas o'tirdilar. Qilich Jungo Kompartiyasining bo'yniga qo'yildi. Yana bir xabar. Amerika iqtisodiy jihatda tarmar qilish xarakterli vosita qo'llandi Jungoga. Vaziyat torbeti 8-oyning 23-kuni yurdi. 22-kuni yurdi. Yana bir xabar. Xi Jinping haqiqiy raqobatchiga duch keldi. Bu qatim o bularni qo'lga ola olmaydi, bir taraf qila olmaydi, tozalayman deb tozalab tugatalmaydi. Leti Plus torbeti 8-oyning 23-kuni yurdi. Bu raqobatchi kim? Reis Xi Jinping'e raqobatchi bo'lib o'ttirg'i chiqqan bu raqobatchi kim? Qarang. Jungo yoshlari to'y qilishni xohlamaydi. Jungo yoshlari uy setib olmaydi. Jungo yoshlari nasl qoldirishni xohlamaydi. Jamoat farovonligini talab qilmaydi endi. Bunun sebebi xalqqa mansub bo'lmagan bu davlatni yab tugutdi. Junxo'rmingunxo'go emas, bu xalqning davlati emas. Shunga o xiyonatchi, o parxor o vaqtda o joyda yeyishga boshlagan bo'lsa, biz Jungo yoshlari da'vatida biz Jungo yoshlarimizning qo'limizdan kelishicha yoki yo'limizning minishcha bu davlatni yoki xalqqa mansub bo'lmagan bu davlatni yap tugutishimiz kerak. Bundaqchi Xi Jinping bular taqobil tura olamdi. O bir guruh kishilar emaski, Jungo yoshlari deydi ya. Intayin ko'p da vatandaş. Bu Jungo'nun ijtimoiy jamiyat ahvoli. Yana bir xabar, 2027-yili Jungo'da zo'r voqea yuz berdi. Kelar-yili. 2028-yili Tayvan krizisi portlaydi. 2029-yili Ulug' okeanda ofat yuz berdi. Ulug' okeanda yuz bergan ofat siyosiy ofatmi va yoki tabiiy ofatmi? Bu to'g'rida bir nima demabdi. Angliyalik hukumat John Parker 10 soat ilgari 8-oyning 23-kuni yutdi. Bu kishini hukumat deyishkin bo'ldi, amaliyot reallikda asosini real fikr qilib atgan hayat kishi, büyük kishi desangiz bo'layverdi. Buni hukumat demak, nazariyachi desangizmi yoki to'rbatga obzor yozuvchi, obzorchi desangiz bo'ldi ekan bu odamni. Hozir hukumat deb alaylik, shunday debdi mana 2027-yili Jungo'da zo'r voqea yuz berdi. Yana bir xabar, g'oljilik bilan qo'l soldi. Xil kishining pasporti yig'ib olindi. 13 xil. 13 xil kishining pasporti yig'ib olindi. Nurg'ulg'an Jungoliklar aeroportga qamilib qoldi. Jungo nazar torbeti 2-oyning 23-kuni o'tib, chegaradan chiqmaysan, chegaradan kirmaysan. 9-oyning 15-kundan boshlab yo'lga qo'yiladi. Jungo hukumati hozir yo'l qo'ygan gap. Mush kishilarning pasporti yig'ilib olindi, elinmaganlar aeroportga kirganda tutib qolindi. Yani bir xabar, Jungo zarba berdi. Prezident Donald Trump Kim Jong-un bilan ko'rishdi. Jungo zarba berdi. Prezident Donald Trump Kim Jong-un bilan ko'rishdi. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Koreya bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatiga buzg'unchilik qilish niyatida bo'ldi. Amerika Yangonyin, bu Yangonyin deganimiz Shanganliq obzorchi hozir Amerikada yashayotgan odam. Yangonyin Amerika Jungo Koreya va Chavshan masalasi bo'yicha elishyapti. Yangonyin deydi, Amerika bilan Jungo hozir Chavshan masalasi bo'yicha elishyaptilar. Raqobatchilik bilan elishyapti, yoki siyosiy xarakterlik elishyapti, yoki geopolitik siyosiy xarakterlik elishyapti.
bu Yuan Gongyi esas oldigar adam, obzorchi, anda sanda chiqdi, bugun shunday aytibdi ana. Hozir Amerika, Jungo, Koreya va Chavshan masalasi bo'yicha elishyapti. Kuz faslida prezident Donald Trump Chavshanning rahbari Kim Jong-un bilan ko'rishdi. Taktik izlanish orbiti 8-ayning 23-kuni yotadi. Endi hozir musharliqda mundaq bir mavzuda yana bir xabar keldi. Vatandaş bu ham yozma xabar. Wang Yi Koreyani ziyorat qilib, Jongoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Koreyani ziyorat qilib, hayba, qiyofatlik hujum qilish bilan Beijing, Amerika, Koreya o'tirisiga pana bo'lib kiralandi. Mavzuli xabar 8-ayning 21-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Taybey Amerika Chavshanga oq ko'ngillik ko'rsatib, ya'ni Amerika Chavshanga xayr-xohlik qilib, bexatarlik jihatda Koreyaga besim ishiltayotgan bir paytda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Koreyani ziyorat qilib, o'zini Chavshan yerim orolining tinchligini ilgari surish o'rniga qo'yib, Jungo Koreya munosabatini yaxshilashni umid qildi. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Prezident Lee Jae-myungning Jungo Koreya munosabatini yaxshilashni nazarga olganda, ministr Wang Yi'ning maqsadi Washingtonning rolini chekib boqqandak. Yoki prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining Lee Jae-myung deydi, Koreyaning prezidenti, navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining Koreyaga qaratgan siyosatlarining qatorida hozir Wang Yi bu yerga kelib, prezident Donald Trump hukumatining Koreyaga qaratgan siyosatini chekib boqmoqchi bo'lgandak deydi. Biroq deydi, hozir Wang Yi chekib boqmoqchi bo'lgandek qildi. Biroq Amerika Koreya munosabati navbatda muqim edi deydi. Aradan 5 yil o'tganda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi 8-ayning 16-kunida 20-kungacha Koreyada ziyoratda bo'ldi. Ministr Wang Yi'ning bu qatimqi ziyorati Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning 4-chi qatim Chavshanning rahbari Kim Jong-un bilan ko'rishadiganligi to'g'risidagi xabarning o'tirg'a chiqishiga ve Amerika-Koreya münasebetinin külümünü, kechiringlar, Amerika-Koreya manverining külümünü qisqartishni talab qilganligiga va prezident Donald Trumpning armiyaga shundoq buyruq tushirganligiga agishib, shundoq bir sezgir vaqtda, intayin nozik bir sezgir vaqtda Wang Yi Koreyaga ziyorat qilib, faoliyat qilib, yuqori ishlarni qildi deydi. Bu yerda Wang Yi degan so'z nima? Bu so'zni o'zi qarab turing. Biri, lagerlar qarma qarshiligi bilan shug'ullanmasligimiz lozim. Burun aytdik-ku, sotsializm lageri, kapitalizm lageri, g'arb lageri deydiganmishlar, lagerlarga bo'lib so'zlaydik-ku. Hozir Jungo Kompartiyasi shuni esidan chiqamabdi. Hozircha takrorlab kelyapti-da. Shuna Wang Yi debdi Koreyada. Lagerlar qarma qarshiligi bilan shug'ullanmasligimiz lozim. Yana biri Koreya haqiqiy strategik o'zi xo'ja bo'lishni ishga oshirishi lozim. Mush gap kelayli. Hozir Koreyalik Lee Jae-myung Jungoparast, Xitoyparast prezident. Wang Yi'ning bu yerga yugurib kelishimi Koreyaning prezidenti
Li Zeyming'nin Jungo Perestlik meydanını saklap kılış. Hiç bolmaganda şu meydanını özgertmeslikini talep kılış. Jungo'nun Koreyaga ko'rsatayotgan ta'siri aslida yana Koreyaga yetkilib Li Zeyming'ga o talabni bu talabni o'tirib qo'yish. Şundaq turug'liq yana qaysi yüzün bilan Wang Yi efendi sen şundaq dedin ha? Haqiqiy Koreya, haqiqiy strategik özü hoca bo'lishni ishga oshirishi lozim. Yana biri tarafbozlik qilmasligi lozim. Buni ko'zingizmi tarafbozlik qilmasligimiz lozim. Undaqda Koreya hem Amerika taraf bo'lmasligi kerak, hem Jungo taraf bo'lmasligi kerak. Wang Yi'ni gapicha aytganda, amaliyat undaq emas. Amaliyatda Koreyaning prezidenti Li Zeyming Jungo prezidenti. Amerika Jungo qatorliq davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarga muxolif bo'lmaydigan munosabatni astoydil yo'l qo'yishimiz lozim. Bu degan gap Amerikani ranjitma, Jungoni ranjitma, ya'ni mo'tadil munosabat yo'lini yo'lga selishim lozim deb bu qatim Koreyada prezident Li Zeyming bilan ham shundaqla bexatarlik ishxonasining boshlig'i bilan koreyalik ko'rishganda Jungoning tashqi ishlar vaziri Wang Yi yuqorqidagi gaplarni qildi vatandosh. Yuqorqidagi gaplarni qildi. Endi buning o'zi nima turigin biz sizga so'zildik. Gap andisha. Hozir Jungo Kompartiyasi andishiga tushdi. Sarasimga tushdi dedi. Dal shundaq paytda hozir ko'krab yetib kelib Koreyaga yani o'zining ta'sirini o'zicha saqlab qolmoqchi Koreyadagi, yani o'zining ta'sirini, Jungoning ta'sirini ko'rsatmoqchi Koreyaga o'zining xohlaganicha Jungo Kompartiyasi. Bu noktada nima deymiz vatandaş shunigin deydiganimizni obdan dedik onu. Onu obdan dedik. Endi yana bir xabar, qisqa xabar. Qilib qolgan qisqa xabar. Ekranda endilikda bu Rossiya Jungo munosabatiga qartilgan qisqa xabar. Ekranda qo'l elishi saxta. Rossiya bilan Jungoning qo'l elishi, ko'rishi bu saxta. Jungo Rossiya do'stligini maxfiy holda parchalayotir. Jungo mi ham, Rossiya mi ham, Jungo Rossiya do'stligini o'zaro maxfiy holda parçalayotir. Jungo Rossiya perde arkasida elishning haqiqiy siri. Perde arkasida Jungo ile Rossiya elishyapti, buning haqiqiy siri. Asli mavzu 10 yildan beriki olamda cho'chitgidek saxta munosabatlar va hodisalar. Strategik vaziyat borjigi 8-oyning 22-kuni yo'tab obzorda Jangjavjov. Jangjavjovni bilasizlar, tanishtirdik vatandosh. Moskvani bombardimon qilish, Ironni bombardimon qilish bilan o'xshash. Moskva yarim kechida bombardimon qilishga uchrab, Ironga o'xshab qoldi. Ukraina armiyasi 600 dona odamsiz aeroplan bilan Moskvani bombardimon qildi. Harbiy ishlar istixboroti 8-oyning 23-kuni yo'tab. Tarix beri ki en zor iktisadi cihet yetim kaldırış. Yani bir haber her kitap başlandı. Məxsus Jungo Kompartiyasını davalaydı. Yani Jungo Kompartiyasının eğizli bir xil buluşu, hareketli bir xil buluşudan ibaret kesilini davalaydı. Kaçamsan bu emdi mümkün emas, ülgürelmeysen. Bu Jungo'da qartılıp atkan gap neden kaçırdı? Belki şu özara münasebetler dairesinden keçişki unlamsan degan gap. Endi bu mümkün emas. Keçikip kaldın. Mümkün emas. Hayırlı seher Jungo torbiti 8-oyning 23-kuni yo'tab. Ukraina yana bir xabar armiyasi oxiri Moskvani parallich holga tushirib qo'ydi. Iqlim masalalar torbiti 8-oyning 23-kuni yo'tab.
Wang Yi afet derdi. Koreyaga qaytarmızlar mı badi? Jungo bilen Tayvan ikki devlet dedi. Koreya kepti Wang Yi söhbet jarayonida Koreya shundaq debdi. Tayvan bir devlet, Jungo bir devlet. Tayvanga shunda debdi. Undaqda Wang Yi'nin Koreya kelib, Koreya ko'rsatmoqchi bo'lgan ta'siri nima? Demek bu sebep yani bir noktada Muşu kısa haberde Kore'ye geldim Wang Yi bu seferde o diplomatiklik maksat köngül tüken maksat işe aşmadı mağlup oldu Wang Yi degen gepten biz. Bu neme Ümit Sadası TV 2 saat ilgili 8. ayının 23. günü yurtta. İran'ın prezidenti, Tashqi ishlar ministri tinchlik talab qildi. Hormuz bo'g'izida qatnashni qo'yib etdi. İran'da ishga qalaymi qanchalik boshlanish bu muqarrar. Janubiy Osiyo tuyuqsiz o'rlashga boshladi. Janubiy Osiyoning vaziyatida tuyuqsiz o'rlash ko'rildi. Axborot 1-september bitti, 8. ayının 22. günü YouTube bitende. Yana bir haber ekranda. Xitoyparast Koreya Lee Jae-myung 200'lümçilik qildi. Prezident Donald Trump harbiy manber ko'lamini kesip taşıldı. Koreya devlet müdafaa xarajati opet karakterlik zerbe uçurdu. Prezident Donald Trump 8. ayının 22. günü yaki toxtaganda, manver toxtaganda şundaq dedi. Manverinin kölemini kemeytiş, kıskartiş dedi. Bunun olan şu manverge berildiğin pulunu toxtattı. Bu münasebet bilen Koreyanın devlet müdafaası opet karakterlik zerbe uçurdu. Real Talk, yani real sohbet. Doğru 8. ayının 23. günü YouTube. Yani bir haber. Amerika Koreya to'qnashuvi. Prezident Donald Trump keskin hareket kıldı. Jinjuy torbeti 8. ayının 23. günü YouTube. Bir yerde Amerika Koreya to'qnashuvi deganda Türkiye'den biz dedik mi Kore'den hazır Amerika Qo'shma Shtatları armiyası asla çekinip oturdu o dedik vatandaş. Yani bir yerde Amerika Koreya to'qnashuvi deganda nereye cho'nqurlab ko'rmaymiz. Çünkü o doğruda paketimiz yok. Hazırki növbette bu Lee Jae-myung degen kişi Kore'de o neyme deyson diplomatiya sahasında kimge qanday sözlerini qilsin qilmasin. İkinci gap bu adamdan tek deysiniz bu Lee Jae-myung degen Xitoyparast odam ekanda. Xitoyparast yani Xitoyparast bo'lganda Xitoy Jungo Kompartiyasi parast odam. Endi uni bu rayonda, shundaqla Osiyo Tinch okean rayonida mavjud bo'lib turgan Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumati buni qabul qilolmaydi bunday odamni. Koreyada prezident bo'lishini buni qabul qilolmaydi, lekin chora yo'q. Koreya jamiyati mush yaqindan beri haqiqatan g'ayri hodislarni ichiga kirib qoldi vatandosh. Avvalgi prezidentning ismi nima edi? Uni birdan o'lim jazosi bermoqchi bo'ldi, qamoq jazosi bermoqchi bo'ldi. Keyin Koreya adliyasi yana sot hukm e'lon qilib, uni gunohsiz deb qo'yib etdi. Mush majralarning hammasi Jungo keltirib chiqayotgan majralar. Chunki shu vaqtida shu prezidentning taxtdan tushirganda shu harakatga, shu faoliyatga Jungoning maxfiy xizmat odamlari aralashgan edi vatandosh. Aralashqanda biz sizlarga so'z yurdik shularning hammasini leksiya qilib. Endi bu Koreya masalasi, Chavshan masalasi, navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatida qandoq o'rin tutadi, qandoq salmoqni egallaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda Chavshanning rahbari Kim Jong Unga qandoq muomala qiladi va Koreyaning prezidenti Lee Jae-myungga va Koreyaga yana qandoq muomala qiladi. Bu bugungi navbatda vatandoshim
Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Donald Trump'ning çoğ ma'nodan aytganda Osiyo, Ulu Okean siyosati, ya'ni Tinch okean siyosati, tar doiradan aytganda Koreya yerim oroli siyosati, uning konkretligi ve bu siyasetning taraqqiyotini oldimizda ko'ramiz vatandoshlar.